Assalomu alaykum aziz do'stlar va qadrli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga internetdan programmadan qanday qilib ishlashni sizlarga o'rgataman. Do'stlar, sizlar Zarobotik degan programma bo'ladi. Google Play'dan yuklab olsa bo'ladi. Siz u yerda foydalanganingiz uchun ham pul to'laydi do'stlar. Sizdan u skachat qilgani uchun ham. Do'stlar, sizlarga bu yerga noviy zadaniya degan joy bor. Sizlarga zadaniya beradi. Bu zadaniya bergandan keyin uni skachat qilsanglar, aktiv qilib, u sizlarga pul beradi do'stlar. Pul bergandan isbotlash uchun ham ko'pgina programmalarni skachat qilib oldim do'stlar. Bu yerda yarmi qolganlari istalida o'chirib beradi do'stlar. Mana 30 sekund turib bersa, ichiga kirib bersanglar, 1 rubl pul berar ekan do'stlar. Chiqarib olishni biz вывести деньги degan nimadan kiramizda, заказать выплаты degan narsa kiradi. Bu yerga faqat Yandex kошелек uchun bor ekan do'stlar. 1,5% olar ekan. Bu yerga Yandex kошелегingiz va bu yerga chiqarib olayotgan summangizni yozasizlar. Bu yerda minimal chiqarib olish 10 rublni tashkil etadi. Sizlar ham shu saytdan, shu programmadan ishlanglar do'stlar. Kafolat beraman, bundan programmadan pul chiqarib olish aniq bo'ladi. Biz ham tez orada 12 rubl to'playmiz va chiqarib olishga ham boshqa video tayyorlaymiz. Sizlar bilan Eren kanali bo'ldi do'stlar. E'tiboringiz uchun rahmat.